Muqaddima o'rnida ikki eg'iz gap. Kimlik guvohnomasini ko'tarib yurishgan holda o'zining haqiqiy kimligini bilmaslik odamlarimizdagi gumrohlikning tipik jumlasidir. Ba'zi qarindoshlarim mendan biz kim deb so'radi. Ular javobimga qoyil bo'lishdi. Lekin biror yaxshi ishga moyil bo'lishmadi. Gapini qilib, ipini topolmaslik, nafni ko'zlab, haqni ko'zlamaslik zamondoshlarimizning iymoni sustlikni oshkorlab qo'ydi. Bundaq holda mundaq bir qo'rqinchli reallik ko'z oldimizda ayon bo'ladi. Haqqoniyat va adolat uchun badal to'lashni xohlaydiganlar oz qoladi. Ishkiri o'lkalarga bordim. Kishilar mendan "Sen kim?" deb so'rashdi. Men Uyg'ur desam, inkas qaytaramadi. Yaponiyaga bordim. Kishilar mendan "Sen kim?" deb so'rashdi. Men Uyg'ur desam, gangirab kelishdi. Yatlar allaburun yo'qolib ketgan dinozavrlarni yaxshi biladi. Lekin meni bilmaydi. Kishilar noposi 100 mingga bormaydigan eskimoslarni tanıydı. Lekin 10 milyon nopusga ega Uyg'urni tanimaydi. Men qomuslarni varaqlab baktım. Uyg'ur degan iborani 7-8 qurt tushundirib oldi qipti. Texi bunchilik bayonlarni ba'zi qomuslardan topqilib olmaydi. Chivin chashqan qurt qo'ng'izlar haqidagi bayonlar 1-2 betdan oshadi ekan. Bu ishlar menga xor keldi. Nomus qildim. Jahon menga tor keldi. Agar 10 million kesakdan qasr silishga to'g'ri kelsa, sayohatchilarni o'ziga tortib, olamga purkatkidek qasrdan biri putishi mumkin. Men mavjudman. Lekin mening mavjudligimni dunyo tanimaydi va e'tirof qilmaydi. Amerika negri yozuvchisi Ralph Ellison Ko'rinmas odam degan romanida men o'zimdan boshqa hech kim emas, lekin shuni bayqadimki, men bir ko'rinmas odam deb yozadi. Darvaqa, mendimi so'qib turgan insoniy yurak bor. Tomirlarimda eqib turgan issiq qon bor. Menmi fikr qilaman, bahor faslida g'uchchida ichilgan gullarga qarab xushal bo'laman. Lekin meni hech kim tanimaydi. Ovozimni hech kim anglamaydi. Bu kitobga mening Yaponiyadagi musofirlik tuyg'ularim mujassamlangan. Bir yilga yetmagan vaqt ichida sirtdagi notanish obrazimni o'z kechirmishlarim orqali tushungandek bo'ldim. Bu kitob mening Yaponiyadagi ruhiy kechirmishlarimning nihoyatda oz bir qismi. Hammani xotirligila bo'lmaydi ekan. Ayni vaqtda meni zilzilaga solgan ba'zi tuyg'ular ziyoda nozikligi tufayli qalamga tomtoqla ilinib qoldi. Makonning o'zgarishi bilan uningga qarata boshqa bir tuyg'u paydo bo'ladigan gapkan. Aslida vatanga qaytib kelibla Yaponiya ta'sirotlarim haqidagi kitobimni yozishni boshlamoqchi edim. Lekin dars o'tish, darslik tuzish ishlari bilan buningga tuzuk vaqt chiqaramadim. Jiddiy havola bilan G'arbning tafakkuri degan kitobning tarjimasini ishladim. Nayt afsuski, havola qilg'uchilar mening vaqtida vujudga chiqarib bergan bu ishimni bugungi shahar Uyg'urlarga tabiiy bilinadigan beparvolik bilan bir yildami yo'riqlikka chiqarib bo'lolmadi. Shunda qilib, men boshqalarning ra'yini deb mazkur kitobimni yezib tugatgidek oltin vaqtni qo'ldan berib qo'ygan bo'ldim. Mening do'stlarga bo'lgan mas'uliyatim yana bir qatim mas'uliyatsizlikka uchradi. Yaponiya haqidagi ta'sirotimni oxir yezishga kirishdim. Kitobning bitish jarayoni nihoyatda jafoliq va lazzatsiz bo'ldi. Meni izlaydiganlar va mendan foydalanadiganlar mazkur kitobning yezilishining talay qitim uzilib qolishiga sababchi bo'ldi. Ishlarni va shaxslarni yezishdagi qizg'in ruhiy holatimni asliga keltirish bak mushkul bo'ldi.
kitobni yozaman deb xeyli ko'p manfaatlik ishlardan voz kechdim. Chunki moshundoq bir kitobni yozishni o'zimga nisbatan qarz deb hisoblagan edim. Bizda chet elga chiqib ilm tahsil qiladiganlarmi ko'paydi. Lekin ko'rgan bilganlarini rasmiy holda qalamga elib, o'z qarindoshlarini o'ylantiradiganlar yo'q hisobda bo'ldi. Jumladan Yaponiyada o'qigan necha yuzlagan qarindishimizmi taraqqiy qilgan dunyoning qandoqligi haqida o'z xalqiga tuzuk bir ikki kalima so'zlab berishga texicha ulgurolmadi. Shuncha ko'p vatandoshlarimizning oliy darajalik ilmiy unvonlarni og'ichi o'qib, yengillikqa tashna xalqiga oz to'la gap qilib berolmasligi bugungi uchur va aql davrida echinishlik isrofchilik hisoblanadi. Bir yilga yetmagan vaqt ichida Yaponiyaning tuzini yedim, suyini ichdim. Nurg'un yaxshi odamlarning do'stona yordamiga erishdim. Buningga javoban biror aqliy emgak natijasini o'ttirg'a chiqarmasam sat bo'ladigandek bilindi. Yaponiyada tuz yegan o'zim va necha yuzlagan qarindishimga vakolatan Yaponiya haqidagi ta'sirotimni kitob qilib yozib chiqishga inshaalloh oxir muvaffaq bo'la oldim. Yaponiyada turish vaqtim qisqa bo'ldi. Qo'lim texim qisqa bo'ldi. Shunga Yaponiyani tuzuk aralab chiqolmadim. Bag'a yerlarim nihoyatda oz bo'ldi. Yaponiyadagi har soha arboblari bilan uchrasholmadim. Har qaysi joylarda o'qiyotgan vatandoshlarimni yo'qlayolmadim. Ular bilan ilmiy suhbatda bo'lolmadim. Aslida ularning har biri bilan muayyan temada ahvollashgan bo'lsam, maxsus suhbatning o'zidilla bir kitob vujudga kelgan bo'lar edi. Afsus, undaq bo'lmay qoldi. Meni uchur va materiallar bilan ta'minlashni xohlaydiganlarmi intayin oz bo'ldi. Shu sababdan kitobimning barliq masalalarga to'liq inkos qaytirib ketarishi notayin. Ba'zi masalalar haqidagi ko'zatishlarimda yuzakilik va savallikning bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Zira kitobxonlarning o'zi ehtiyojli o'ylanish yip ushlarini topa olishiga ishonaman. Biz dunyoda mavjud. Lekin dunyo bizni nemishqa tonimaydi? Yaponiyada bir yilga yaqin turib erishgan suolim ana shu bo'ldi. Shunga kitobimning mavzusini o'zini izlash bosog'isida deb qo'ydim. Biz 21-asrga o'zimizning Torim, Ili, Zarafshon, Ko'nchi, Qoraqosh, Qizildaryo vodillarida yashayotganimizni tonib va muayyan prinsipimiz bilan sirtqi dunyo bilan bodi kaldi qilib kirishimiz kerak. Buning uchun o'zimizning kimligini, na'dan kelganligimizni, nega boradiganligimizni bilishimiz to'liq zarur. Biz boshqalarga agishimiz deb o'zimizdan chatlab ketdik. Boshqalarga ishinib, o'zimizga ishonmas bo'ldik. O'zimizga boshqalarning ko'zi bilan baho berdik. Oxir o'zimizni yitirib qo'ydik. Endi biz buni tanib yetaylik va o'zimizni istaylik. Vaziyat taraqqiyoti biz yashagan rayondagi makon, zamon uqumini o'zgartmoqda. Biz o'zgarayotgan makon uqumidagi yangi o'zligimizni payqashimiz kerak. Kitobning yozilishiga ayolim Jamilaning tuhfasi nihoyat ko'p. U men uchun ham ayol, ham kotib. U yapon tilidagi uchurlardan meni bahramand qildi
bir qism material, ism va atalg'ularni tarjima qilib tayyorlab berdi. Avam oldida uningga rahmat aytishni loyiq topdim. Biz Yaponiya Rotary klubiga oila bo'yicha rahmat aytamiz. Agar ularning o'qish yordam puli bo'lmagan bo'lsa, Yaponiyada jiq qolaysizliklarga uchragan bo'lardik. Sirtqa chiqqandilar, u yerda nurg'un do'stlarning borligini bayqaysan. Do'st dushman haqidagi biliming oshidi. Hayotning va muhabbatning qadriga shu chog'da yetsan.